lekin hozir birinchisiga notebook qurishimiz kerak bo'ladi. Davay do'stlar, hamma Notebook. like va obuna bosib qo'ysa. Do'stlar, notebook qurishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, men notebook qurishda professionalman. O'shaning uchun qurish menga muammo bo'lmaydi. Mana u qaytib quradi bilmayman, lekin menga qurish muammo bo'lmaydi notebook. Davay. 3 2 1 o'zingga kerakli narsalar ovoz. 2 1 Davay do'stlar. Chunki bloklardan biz Minecraftni qurmaymiz. Biz mana bu yerga fon quramiz. Fon quramiz. Men bilmayman, lekin qilamiz. Men Bedrockdan qilish kerak. Anaga qora Bedrockdan qilmasa o'xshamaydi. Senga farqi yo'q? Hozir farqi yo'q qilaman-da, seni yutib. Do'stlar, men anchadan beri qurganim yo'q. Bitta qurganimda o'shanda chiroyli o'xshardi. Chiroyli edi. hozir meni boshimda Do'stlar, bu yerda g'olib o'zlari hal qilasizlar. Men kim yutdi, kim yutmadi deyman. Davay do'stlar. Bu mana shu video ikomizning YouTube kanalimizga olinyapti. Buni ikomga Notebook masala. Qara, bizga qilish kerak. Notebook esa kompyuter qurvormi? Eshitsanmi? Xo'p. Kompyuter qursam-chi? Yo'q. Notebook deyilganmi? Notebook qurish kerak. Xo'p, mayli bo'lmasam. Bizga Mana o'ylab qarasam, notebookga sal o'xshamayroq turibdi. Chunki mana bunisi mayda. Endi qaniki? Mana shunisi normalniy notebookga. Do'stlar, mana bunday qilib chiroyli bo'ladi. Men Minecraftda notebook qura olmayman, lekin Qurishga harakat qilasan. o'xshaydimi, o'xshamaydimi menga farqi yo'q. Kommentariyaga obunachilar yozib ketadi. Men kim yutqazdi deyman bu safar. Obunachilar kommentga sizlar hal qilasizlar, shundaymi? Qanilar, masalan, mana Baxti meni notebookim meniki zo'r, men yutdim desa, agar sizlarga meniki yoqsa, unda shunday bo'lib qoladi-ku, sizlar yozolmay qolasiz, shuning uchun yozinglar kommentga. Notebook chiroyli qilar, zo'r ekan. Do'stlar, notebook qurishda qo'lim chiqib qolibdi deyman-da. Demak, boshqacha qilib quryapman-ku do'stlar. Mana bu yerga qurmaslik kerak. Mana bunday просто oddiy qurib chiqish kerak.
sizlar. Men o'ylashim bo'yicha notebookni normali quraman. Sichqoncha qurasanmi, qurmaysanmi? Qurish kerak-da sichqoncha. Qanday qilib sichqonchasi notebook bo'ladi? Shundaymi? Kommentariyga yozib beringlar. Pastida ham yozsa bo'ladi-ku. Pastida? Nima edi? Mana yerda bo'lardi-ku. Men shuni qurish kerak. Men shuni qimlatardim-ku. Shuni ham qurish kerak edi. Zaryadchikmi? Ayol, Zaryadchik nima kerak? Zaryadchik shart emas, zaryadchik ulanib turgani ham shart emas. Sichqonchani o'zini qursang bo'ldi. Men tashqi tarafini qurib bo'ldim. O'xshyaptimi, o'xshamayaptimi? Qara, bir. O'xshayapti. Mobilga fon qurib o'rsam. Yo'q, men Minecraft quraman. Puy narsalarni. Do'stlar, shunday qilsam zo'r bo'ladi. Loy olamiz. Ikkinchi tosh o'zimda bor. Keyingisida buni ikkinchi qismi ham bor albatta. Hozir bitta raund qilamiz shu notebook qurish. Shundaymi? Agar obunachimiz ko'paysa ikkinchi qismda olamiz. Ko'payishi emas. Obunachini boyagisini ham aytish kerak sanog'ini. Nechta misol uchun. Agar 30 ta yana 30 ta obunachi yig'ib bersa, ikkinchi qismini olishim. Do'stlar, sizlarga bitta gap aytaman. Hozir agar mana shu Haybekni kanalini 150 ta obunachi qilsalaring, menikini 50 ta obunachi qilsalaring, biz stream qilamiz. Menikini 50 ta emas, menikini 200 ta qilishlaring kerak. Bo'lmasa meni streamim nimagadir yoqilmaydi meni. Nimaga streamim 200 ta qilmasalar. Meniki 50 taga yoqiladi. Seniki 50 taga emas. Seniki 75 ta yoki 76 taga yoqiladi. Davay shuncha qilinglar bolalar, kelibchi. Sizlarda hech narsa ketmasa, yoki biz grant obuna bo'lishga ta bo'ldi. Grant Mobilemi? U obuna bo'lish ham bu pulli emas, pulli bo'lganda mayli shundaymi? Streamga yozib ketinglar. Qanday o'yinda o'ynab stream qilaylik? Roblox, Grant Mobile. Grant Mobile o'ynamaymiz. Grant Mobile'da mening telefonim chiqarib o'ynab turibdi. Meniki chiqarmayman, men o'ynab qo'ydim. Davay do'stlar. Do'stlar, bizga ham keldi, nima edi? Hozir oshnam. Bolalar, kimniki zo'r chiqdi, kimniki azaslar. Buni o'ma, o'char ikkinchi qismida quramiz to'liq. Davay, ikkinchi qismi ham bor.